Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Boshlang'ich arab tili darslarimizni davom etamiz. O'tgan darsda zay harfi bilan tanishib o'tgan edik. Bugun esa 4-harf mim harfi bilan tanishib o'tamiz. Darsimiz davomida mim harfining yozilishi, talaffuzdagi qoidalari hamda o'qilishini ko'ramiz. Keyin esa o'tilgan darsda berilgan dars vazifasini birgalikda tahlil qilamiz hamda yangi vazifa beramiz. Bugun o'tadigan harfimiz o'zgacha ko'rinishdagi bir harfdir. Biz shu paytgacha 3 ta harf o'tgan bo'lsak, o'sha 3 ta harfning barchasi 2 ko'rinishli harflar edi. Bugungi harfimiz 4 ko'rinishli harfdir. Harfning nomi mim. Esimizda bo'lsa, birinchi kirish darsimizda alifbo bilan tanishuv jarayonida arab tili harflarining nomi hamda atalishi bor degan edik. Ba'zi harflarning o'zining nomlari bor, ba'zilariniki esa yo'q. Bugun o'tadigan harfimizning nomi bor. O'tgan darsdagi harfning ham nomi bor edi. Ya'ni zay harfi edi. Bugungi harf mim harfi. Mim so'zi harfning nomidir. Bu harfni yana ma desa ham bo'laveradi. Demak, mim harfining imlosi. So'z boshida keladigan yoki so'z orasida keladigan ko'rinishlari chiziq ustida yoziladi. So'z oxirida keladigan va alohida keladigan ko'rinishi esa chiziq ustidan boshlanib, chiziq ostida davom etadi. Birgalikda yozib ko'ramiz. Shunda yaxshiroq tushunarli bo'ladi, Xudo xolasa. Mim harfining birinchi ko'rinishi. Chiziq ustidan shu joydan o'ng tomonga va tepaga, so'ngra chapga chiziladi. Mana bunday. Mana shunaqa. Ya'ni mana bu yerdan boshlandi, keyin o'ngga, pastdan tepaga, keyin esa chapga. Xuddi shunday yozilishi kerak, ya'ni teskari yozilmasligi kerak. Mana bunday yozilsa xato bo'ladi. Mana bunday yozsak xato bo'ladi. Ko'p kishi mim harfini o'rganayotgan paytda mana bunaqa ko'rinishda yozishadi. Ya'ni tushunishmagandan. Bu xato. Bunaqa yozish kerak. Mana pastdan boshlanadi o'ngga, keyin esa tepaga, keyin esa chap tomonga. Bu birinchi ko'rinishi edi. Ikkinchi ko'rinishi o'ng tomondan chiziqni chapga tortamiz va tepaga chiqdik. Endi esa chap tomondan pastga, yana tepaga, keyin esa chapga. Mana shunday. Men hozir mana shuni yaxshiroq tushunishingiz uchun mana bu orasini ajrataman. Shunda yaxshiroq tushunarli bo'ladi. Mana bunday yozilyapti. Tepaga chiqdik, keyin esa pastga tushdik. Mana bundoq pastdan tepaga yana chiqib, chap tomonga ketyapmiz. Mana shunaqa ko'rinishdagi harf. Hozir mana bu ko'rinish va mana bu ko'rinish mana bu yerdagi aylananing mana bu uchini mana bu qirraga yopishtirish bilan bo'lgan. Mim harfini mana bunaqa yozsangiz ham to'g'ri, bunaqa yozsangiz ham to'g'ri. Ikkalasi ham bir xil. Uchinchi ko'rinishi xuddi ikkinchi ko'rinishiga o'xshash. Xuddi ikkinchisidek yoziladi, xuddi ikkinchisidek boshlanadi. Faqat mana bu yerdan pastga qarab chiziq tortiladi. O'ng tomonga, tepaga, keyin esa pastga, pastdan o'ng tomondan aylanib tepaga yana, keyin esa chap tomondan mana bu aylananing mana bu qismidan pastga bunaqa shakl. Buni ham mana bunaqa qilib ajratib ko'rsataman. Tushunarliroq bo'ladi. Tepaga chiqdik, pastga tushdik, aylantirib chap tomondan mana bunday. Mana shunday ko'rinishda. Mim harfini bunaqa yozsangiz ham, bunaqa yozsangiz ham to'g'ri. Ikkalasi ham mim harfi. 4-ko'rinishi alohida ko'rinishi. Alohida ko'rinishi mana bunday yoziladi. Tepaga chiqamiz, keyin esa o'ngga, keyin esa aylanib chap tomonga, keyin esa pastga. Mana shunday. Bu mim harfining o'ng tomonga ulanmagan ko'rinishi. Mana shunday. Mim harfi shunday yoziladi. Buni yaxshiroq, ko'proq mashq qilishga harakat qilinglar. E'tibor bilan yozuvni tushuntirgan qismimizni alohida bir ko'rib chiqishingizni yana tavsiya etgan bo'lardim boshidan. Shunda yaxshiroq tushunarli bo'ladi, Xudo xolasa. Endi esa talaffuzi. Mim harfining talaffuzi o'zbek alifbosidagi m harfi talaffuziga o'xshaydi. Umuman
tepa lab va pastki labni bir-biriga yopishishidan m harfi chiqadi. Ma deb, masalan. Arab tilida mim ustida sukun kelganda 3 ta qoidasi bor. Birinchi qoidasi yashirish qoidasi. Buni tajvidda ixfo shafaviyya deyiladi. Ikkinchi qoidasi kirgizish qoidasi. Tajvidda bu qoida g'unnali idg'om mislayn deb yuritiladi. Uchinchi qoidasi esa bildirish qoidasi. Bu tajvidda izhor shafaviyya deyiladi. Biz birinchi va ikkinchi qoidalarga bugun to'xtalmaymiz, chunki biz o'qiydigan harf birikmalari bilan berilgan misollarda bu ikkita qoida ishlatilmagan. Hozir bu narsalarni aytib qiyinlashtirish niyatimiz yo'q. Umuman olganda shu amallar, ya'ni yashirish, kirgizish, bildirish qoidalari mim sukun bo'lganda mimning talaffuzidir. Ya'ni qoidasi kelganda mim yashirilishi mumkin, qanaqadir qoidasi kelsa kirgizilishi mumkin boshqa harfning ichiga talaffuz jihatdan yoki bildirilishi mumkin. Demak, bizga 3-qoida yo'liqishi mumkin boshlang'ichda. Shuning uchun 3-qoida bildirish qoidasi, izhor shafaviyya qoidasini tushuntiramiz. Sukunli mimda bildirish izhor shafaviyya qoidasi. Mim ustida sukun kelib, undan keyin, ya'ni mim harfidan keyin ba yoki mim harfi kelmasa, mimni shunchaki bildirib o'qishlik kerak. Juda ham oddiy. O'zi izhor degani bildirish degani, shafaviyya degani lablar degani, ya'ni lablarga oid degani. Shafaviyya deb atalishiga sabab m harfining talaffuzi ikkita labdan chiqqanligi uchun. Biz buni oddiyroq qilib bildirish qoidasi deganmiz. Mana izhor shafaviyyada aytayaptiki, m harfi keladi va uning ustiga sukun keladi. Mana shu sukunli m dan keyin ba harfi yoki m harfining o'zi kelmasa agar, mana shu m ni bildirib o'qishimiz kerak. Aslida bu yerda tajvidiy ohanglari bor. Bu narsani boshlang'ichda aynan shu holatda o'tmagan afzal, chunki bizga arab tilini qiyinlashtirib qo'yishi mumkin boshida. Harflarni tugatgandan keyin tajvidiy darslarni ko'rib chiqsangiz, keyin yaxshiroq tushunarli bo'ladi. Hozircha darslarimizda aytiladigan narsalarni bilsangiz bo'ldi. Demak, izhor shafaviyya m sukun bo'ldi, undan keyin b kelmadi yoki m kelmayapti. Shuning uchun mana bu m ni oddiy o'qiymiz. Shunda mana bu a, bunisi m to'xtash, keyin r u, amru deb o'qilish kerak. M ni sukun bo'lgan holatida ozgina cho'zib aytish kerak. Amru, amru bo'ladi. Ikkinchisi, xuddi shunaqa holat, m dan keyin b yoki m kelmayapti. Mana r, a, ro bo'ladi. M sukun to'xtash, ozgina cho'ziladi, keyin z, keyin u. Romzu, romzu deb o'qiymiz. Demak, izhor shafaviyya qoidasi mana shu. Endi esa shu paytgacha o'tilgan harf birikmalarini birlashtirib misollar o'qiymiz. Birinchisi m, u, r to'xtash. Mur, mur. Ikkinchisi m, u, z to'xtash, cho'zamiz. Z sukun bo'lganda sirpantiriladi. Muz, muz. Uchinchisi r, u, m sukun. Rum, rum. A, m, a. R, a, o bo'ladi, r ni ustiga kelgani uchun. A, m, ro. Amaro. Keyingisi u, m, i, mi, r, a, ro. U, mi, ro. Umiro. A, m cho'ziladi. R, u. Amru. Amru. Keyingisi z, a yana, keyin m, a. Za, a, ma. Za'ama. Z, u, m, a, r, u. Zumaru. Zumaru. M, i, z to'xtash cho'ziladi. R, u. R, u bilan kelganda yo'g'on o'qilar edi. Mizru. Mizru. R, a, ro, m cho'zish. Rom, z, u. Zu. Romzu. Romzu. I, r to'xtash. M, i. Irmi. Mana bu yerda r sukun bo'lib, undan oldin i kelsa agar, r ni talaffuzi yengil o'qilardi.
irmi deb. Keyingisi m-a-r sukun. Keyin mana shuni o'zi yana qaytib takrorlangan. Ya'ni m-a-r sukun. Maur, maur. Maur, maur. Keyingisi r-a, ro, m sukun cho'ziladi. M sukun bo'lganda, keyin r-a, ro, m yana cho'ziladi. Rom, rom. Rom, rom. Keyingisi z-a, m sukun cho'ziladi. Z-a, m sukun. Zam, zam. Zam, zam. Keyingisi a, m sukun. Z-a, r, u. Amzaru. Amzaru. Keyingisi a, z sukun. R, a, ro bo'ladi. M, a. Azroma. Azroma. Keyingisi a, r, z, a, m sukun. Arzam. Arzam. Keyingisi m, a, hamza ustida sukun tutuq belgisi. Keyin yana m, a, a. Ma, ma, a. Ma, ma, a. Qaytib ketma-ket o'qib beraman. Mur. Mur. Muz. Muz. Rum. Rum. Amaro. Amaro. Umiro. Umiro. Amru. Amru. Za'ama. Za'ama. Zumaru. Zumaru. Mizru. Mizru. Ramzu. Ramzu. Irmi. Irmi. Maur, maur. Maur, maur. Rom, rom. Rom, rom. Zam, zam. Zam, zam. Amzaru. Amzaru. Azroma. Azroma. Arzam. Arzam. Ma, ma'a. Ma, ma'a. Mana shu. Vazifa tarzida mana bu matnni 10 martadan kam o'qimasligingiz kerak. Ko'proq o'qish kerak. 10 martadan ko'p bo'lsa, vaqt topib ko'proq o'qiyverish kerak. Boshlang'ich ilmni, boshlang'ich harflarni qanchalik mustahkam qilsangiz, keyingilarda shunchalik oson bo'lib ketaveradi, Xudo xolasa. Endi esa o'tilgan darsdagi vazifalarni tahlil qilamiz. Birinchi so'z az deb yozish kerak. Birinchi a ni yozamiz. A alif bilan yoziladi. Ustiga a qo'ysak a bo'ladi. Keyin esa z. Ustiga sukun qo'yamiz. Shunda az bo'ldi mana. Ikkinchisi z yoziladi. Ustiga a qo'ysak za bo'ladi. Za, endi esa r. Ustiga sukun qo'yamiz. Shunda zar bo'ldi. Uchinchisi r ni yozamiz. Ustiga a qo'ysak o bo'ladi. Ro, keyin esa z. Z ni ustiga sukun qo'yamiz. Chunki mana bu yerda z dan keyin unli yo'q. To'rtinchisi z ni yozamiz. Ustiga u qo'yamiz. Keyin esa r. R ustida sukun. Zur bo'ldi. Beshinchisi
Z harfi ustiga A qo'yiladi. Z bo'ldi. Keyin esa R harfi. Ustiga A qo'ysak O bo'ladi. Z Ro bo'ldi. Endi alifni yozamiz. Hamzani qo'yamiz. Hozircha hamzani qo'yish, hamzani qo'ymaslik ixtiyoriy. U hamzani o'rgatadigan fan bor o'zi. Arab tili sarf fanida, ya'ni morfologiyasida o'rgatiladi. Ya'ni qaysi so'zlarda hamza ishlatiladi, qaysilarda hamza ishlatilmasligi bu boshqa fanning vazifasi. Hozir umumiy yozishni bilsak bo'ldi. Xohlasangiz hamza qo'ying, xohlamasangiz hamza qo'ymang. Endi aslida hamza bilan yoziladigan so'zni hamzasiz yozishlik ozgina xato bo'ladi morfologik jihatdan, ya'ni sarfiy jihatdan. Hozircha bu narsani ahamiyati yo'q. Hamza hozir sizda ixtiyoriy boshlang'ich bo'lganingiz uchun. Hamzani ustiga A qo'yamiz. Shunda Z, Ro, A bo'ldi. Keyingisi R harfi. Ustiga A qo'ysak O bo'ladi. Keyin Z harfi. Ustiga A qo'yamiz. Keyin yana A yozish uchun alifni yozish kerak. Ustiga hamza qo'yamiz. Ustiga A qo'yamiz. Ro, Z, A. Keyingisi A alif bilan yoziladi. Ustiga hamza, A qo'yamiz. Keyin Z. Ustiga A qo'yamiz. Keyin esa R. Ustiga U qo'yiladi. A, Z, Ru bo'ldi. Keyingisi R harfi. Ustiga A qo'ysak O bo'ladi. Ro, keyin A. Alif bilan ustiga hamza va A. Ro, A bo'ldi. Endi esa Z. Ustiga A qo'yamiz. Ro, A, Z. Keyingisi alif, ustiga hamza va A qo'ysak A bo'ladi. A bo'ldi. Keyin Z. Ustiga sukun. Chunki mana bu yerda Zdan keyin unli yo'q. Keyin R. Ustiga A qo'ysak O bo'ladi. Ro bo'ldi. Keyin A. Yana mana bu narsani yozamiz. Mana Az, Ro, A bo'ldi. Keyingisi A yozamiz. Keyin R. Ustiga sukun. Keyin Z. Ustiga A. Ar, Z bo'ldi. Mana bu yergacha bo'ldi. Oxirgi A ni yozish uchun yana alif qo'yib, ustiga hamza qo'yib, keyin A yozishimiz kerak. Mana Ar, Z, A bo'ldi. Keyingisi bu yerda Ro, Zu deb yozilgan. Mana bu yerda tutuq belgisini ishlatishimiz kerak. Bu hozir tutuq belgisi O harfi emas. O harfi bo'lishi uchun mana bu tomonga aylangan bo'lishi kerak, bilasizlar. Birinchi R. Ustiga A qo'yamiz, O bo'ladi. Keyin tutuq belgisini qo'yishimiz kerak. Tutuq belgisi hamza ustida sukun edi. Mana Ro bo'ldi. Endi Z, U deb yozish kerak. Z harfi. Ustiga U. Mana Ro, Zu bo'ldi. Keyingi so'z ham shunaqa tutuq belgisi bilan, ya'ni tutilish belgisi bilan. Z, keyin tutilish, keyin Z, A. Z harfini yozamiz. Ustiga A qo'yamiz. Keyin tutuq belgisi. Hamza ustiga sukun. Tutuq belgisi bo'ldi. Z bo'ldi, yana Z harfi keyin. Keyin A. Z bo'ldi. Endi A deb yozish kerak. Mana Z, A bo'ldi. Xuddi shundoq. Daftaringizda yozgan bo'lsangiz, shu tahlilimiz orqali tekshiring. Boshqa ruchka bilan xatolaringizni belgilang va qaytib yozib ko'rishga harakat qiling. Darsimiz yakunida yana yangi vazifamiz
o'tilgan 4 ta harf qatnashgan so'zlar beriladi va siz bu so'zlarni har doimgidek arab yozuvida shakllantirishingiz kerak. Bu galgi vazifa ozgina boshqacharoq bo'ladi, yozuvlari o'zgarib ketadi. Shuning uchun ozgina tushuncha bermoqchiman. Masalan, biz mana bu zumar so'zini yozib ko'ramiz. Birinchi m harfini yozib olishingiz kerak. Xuddi shundoq edi m harfi. Bizga yana z harfi kerak, keyin yana r harfi ham kerak. Bizga 3 ta harf kerak mana bu so'zni ifodalash uchun. Qolgani o'nlilar. Shunda biz yangiroq bir tushunchani kiritamiz sizga. Mana bu so'z boshidagi ko'rinish, bu so'z orasidagi ko'rinish va mana bu ikkalasi so'z oxiridagi ko'rinish. Endi bu narsalar odamni ozgina chalkashtirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ham boshidan biz sizga vazifa berishga harakat qildik. Vazifalarni yaxshi o'zlashtirishga undab kelyapmiz. Demak, mana shu so'zni ifodalaymiz. Z harfi birinchi kelganligi uchun birinchi ko'rinishini olamiz. Mana, birinchi ko'rinishi olindi, ustiga u qo'yamiz. Zu bo'ldi. Ana endi m harfini tanlash kerak. M harfi mana bu yerda e'tibor bersak agar z va r undoshlari orasida kelyapti. Demak, biz mana buni olishimiz kerak. Mayli, shuni olamiz. Keyin esa r harfini olishimiz kerak. Ixtiyoriy bir r ni olamiz. Masalan, mana buni olamiz. Masalan. Ustiga sukun qo'yamiz, chunki r dan keyin o'nli yo'q bu yerda. Mana bu yerda m ni ustida a bo'lishi kerak. Mana, zumar bo'ldi, lekin so'z xato yozildi. Mana shu so'z xato yozilganligini qanday bilish mumkin? Shuni tushuntirmoqchiman. Qoida sifatida aytaman. Bu qoidani alohida yozib olib, yangi beriladigan vazifalarni shu qoida asosida yozishingiz kerak bo'ladi. Chunki bundan keyin ozgina o'zgarishlar kirib kelyapti. Qoidani oddiyroq, qisqaroq qilib aytsak agar, birinchi keladigan harf chap tomonga ulanmasa, undan keyin keladigan harf ham o'ng tomonga ulanmaydi. Ya'ni qo'l uzatmaydi. Birinchi harfni chap qo'li bo'lmasa, keyingi harfning ham o'ng qo'li bo'lmasligi kerak. Endi buni boshqacha qilib tushunadigan bo'lsak, birinchi harfni chap qo'li bo'lsa, keyingi harfning ham o'ng qo'li ulanishi kerak. Shunda mana shu so'zda yaxshi tushunarli bo'ladi deb o'ylayman. Mana e'tibor beraylik. Z harfi chap tomonga ulanmaydi, hech qachon ulanmaydi. Mana bu yerdan ulash mumkin emas. Mana bunday qilib ulash mumkin emas. Bu noto'g'ri. Bu hech qachon ulanmaydi. Bu faqat o'ng tomonga ulanadi. M harfi chapga ham, o'ngga ham ulanadi. Demak, M dan keyin Z ni olmoqchi bo'lsangiz, har doim mana bu Z ni olishingiz kerak yoki R ni olishingiz kerak. Lekin R yoki Z dan keyin, ya'ni chap tomonga ulanmaydigan harfdan keyin M ni olmoqchi bo'lsangiz, bunisini yoki bunisini olishingiz kerak, chunki bularning chap qo'li yo'q. Mana bu so'zni qaytib yozaman. Birinchi Z ni yozamiz. Ustiga u qo'yaman. Keyin M ni tanlashim kerak. Endi qarayman. Bu chap tomonga ulanmaydi. Shuning uchun men faqat mana buni yoki buni olishimiz mumkin. Men buni olmayman, chunki bu oxirida keladi. So'z M dan keyin tugamagan. Men buni olaman. Mana. Uni olganim sababi Z chapga ulanmaydi, shuning uchun. Buni olmadim. M ni ustiga A qo'yamiz. Keyin R ni tanlash kerak. R ni bunisinimi deganda bunisini tanlaymiz. Chunki M chap tomonga ulanyapti. Biz buni ola olmaymiz. Bu o'ng qo'li yo'q harf. Mana bunisini olamiz. Buning o'ng qo'li bor. Shunda mana bu ulangan joyida mana bu R harfini ulab qo'yishimiz kerak. Mana shunday. Ustiga sukun qo'yaman. Xuddi shundoq. Xo'p, shu qoida asosida demak berilgan vazifani mana shu so'zlarni arab yozuvida shakllantiramiz. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.